Mana sovchilikka borganni umuman yoqtirmaydi bular. Dada, nima qilamiz falonchilikda sovchilikda? Ya, uylanadigan men bo'lsam, mendan bir og'iz so'ramaysizmi dada? Yetib pushtirni surishtirib, xolos sovchilikda bir katta sir bor edi. O odam haqida katta informatsiyalar olib turib, keyin masalani uylab qo'yishim kerak. Dada, kerak emas unaqa sovchilik. Mana borsiz mana shu qizni uyiga boring, o'zimni sevgan qizimni. Xo'p, o'sha qizni otasi kim bolamiz? Otasini tanimaysiz dada. Xo'p, uylari qayerda bolam? Uylari betdan ko'rinmaydi dada. Xo'p, uyi ko'rmasa, otasini tanimasak, biz qanday bilamiz o qiz bola qanaqa? Qani bir bo'lg'usi kelinni o'zing bir ta'riflab berchi. Dada, bo'lg'usi keliningizga gap yo'q. O'qimishli, chiroyli bir kelishgan nozikina qiz bola desa, nozikina bizga to'g'ri kelmaydi. O'zi zamon nozik bo'lib turibdi. Bunaqa emas endi bolam. Erta cho'danga chapaqchab qolmaylik. Biram nozik deb. Aqling bo'lsa, qizlarni taqvotiga uylan. Gumburlaganiga uylan. Qarsillaganiga uylan. Lekin yerda qolmaydi. Qo'shnimizni qizini ko'rganmisan? Mashinaga uylan. Qo'liga ketmay berib qo'ysang, yerni, jigarni bu yoqqa sug'urib oladi. Tushundingmi? O nozikkinani qo'liga ketmay berib qo'ysangchi, ketman deydi qolib ketadi. Mashina sev. Dadam, men qanaqa sevaman bu qizni? Sevasan, kerak bo'lsa. Bugun borib sev. Qo'lingdan keladimi? Hozir borib sev kel.